Assalomu alaykum do'stlar. Demak, o'tgan darsimizda biz ma'lumotlarni jo'natishda OSI modulini qanday qilib jo'natishni qatlamma-qatlam o'rganib chiqqan edik. 7 ta qatlamdan iborat edi. Va unda aytgan edik, keyin bular qisqartirilib TCP IP modeliga o'zgartirilgan edi. TCP IP modeli mana bu ko'rinishda edi. Demak, application, transport, network, data link, physical, ya'ni 5 ta qatlamdan iborat. OSI modelda yaxshiroq, chunki unda sal kengroq tushuntirilgan va bu yerda nima qilinganiga e'tibor bergan bo'lsangiz, faqatgina shu, demak, OSI modeldagi 3 ta qatlam birlashtirib yuborilgan. Demak, ko'rishingiz mumkin application layer, presentation layer va session layerlar, ya'ni qatlamlarimiz mana shu 3 ta qatlam bitta bo'lib application layerga o'zgargan. Keyin nomi o'zgargan, transport layer turibdi, network layer, network, data link, physical. Bu yerda esa data link physical turishi yozib qo'ydim. Qayerdadir shuni internet layer, ma'lum internet layer sal boshqacharoq ko'rishingiz mumkin. Mantiqan olganda ikkalasi bir xil narsa. Hop, mana bu yerda mana internet layer. Xo'sh, endi keling shu jarayon haqida tushunchani yanada kengaytirsak. Xo'p, o'tgan darsimizda mana shu ko'rinishni ko'rgan edik, ya'ni unda kompyuter, birinchi kompyuterimiz ikkinchi kompyuterimizga ma'lumot yuboryapti. Xo'p, unda applicationimiz, ya'ni programmamiz, masalan Word file programmamiz, ya'ni Microsoft Office 2015-yildagisi o'rnatilgan mana shu application, mana shu programma. Shu programmada siz demak qandaydir fayllarni yozasiz. Xo'p, keyin uni saqlagansiz va o'sha faylda endi kimgadir jo'natamiz. Jo'natganingizda u transport layerga tushadi. Transport layerdan segment ko'rinishda o'tadi, ya'ni applicationda ma'lumot ko'rinishda ichida, transportga segment ko'rinishda o'tadi. Keyin segmentda nimalar qo'shilishini o'tgan darsda ko'rgandik. Keyin internet yoki network layerga o'tamiz. Undan paketga o'tadi, ya'ni qandaydir yana qo'shimcha ma'lumotlar qo'shilar edi sizda bo'lsa, o'sha ma'lumotlarimiz yana qo'shilib data link layerga o'tamiz. Data linkga qo'shimcha ma'lumotlar qo'shilib frame bo'lib yaxlit bitta jo'natuvchi, demak pochta tutchasi bo'lib, pochta bo'lagi bo'lib xizmat qiladi va undan keyin uni fizik qismga o'tib, uni 0101 ga o'tkazib, keyin kabel orqali yoki optik kabel yoki mis kabel yoki demak radio signallar orqali boshqa kompyuterga o'tkazgan edik. Va u qayta shuni yig'ib olgan edi. Bu ikkita kompyuter orasidagi aloqa edi. Lekin bir vaqtni o'zida ikkita emas, bir nechta kompyuter bo'lsa nima qiladi? Va bir nechta kompyuter bo'lsa, albatta o'rtada nimadir qurilmalar qo'yishimizga to'g'ri keladi. Hop, mana shu narsa bugungi darsimizda bo'lgan. Ya'ni o'rtada keling mana shu jo'natuvchi va qabul qiluvchini o'rtasida bitta kompyuter qo'ydik. Kompyuter qo'yganimizdan so'ng bu yerda nima bo'ladi? Hozir mana bu yerda jo'natuvchi mana shu 7 ta qatlamdan iborat bo'lgan jarayon keyingi kompyuter o'zi bajarib olaverar edi. Lekin agarda o'rtada qo'ysak, xuddi masalan bu tok emas, tokda bilasizlar, mana shunday qo'yishasiz, u shunday hammasi kuzatib yuboriladi, osongina ketaveradi. Lekin ma'lumot jo'natishda biroz murakkab bo'ladi. Lekin birinchi shundan boshlangan, ya'ni shu mana shu pilotdek, pilot deymiz, tokda bo'lib beruvchi. Bilsangiz, mana bu yerda mana tok kelib turibdi. Mana shu yerda ulasangiz, mana shu yerda 6 ta port bo'lsa, 6 ta portdan bir xil tok chiqib turadi. Qaysi biriga ulanish bo'lsa, demak o'shani olib ketadi. Agarda bo'lmasa, masalan, mana bu tok kelib yo'q bo'lib ketdi. Demak chiqib ketmayapti. Chunki bu yerda ulanish yo'q. Xuddi shu narsani bizga hab degan qurilmamiz qilib bergan. Hab, mana shu qurilmamiz hab. Shu ko'rinishda bo'ladi. Demak,
bu haq qurilmamizda keyin repeater. Yana bu ham ikkalasi ham bir xil narsa. Shu vazifani bajargan. Demak, tokda mana bunday internetdan vazifasini bajargan. Ya'ni bitta joyga kiradi, qolgan joylardan chiqib ketadi. Bu yerda aql, kalla hech qanday nima yo'q. Faqat keluvchi narsani qolgan portlardan chiqarib berish vazifasi qo'yilgan. Demak, demak, o'rtaga mana shu narsani qurilma qo'yib turib, keyingi jarayonlarni bajarsak bo'lar ekan. Yaxshi, bitta demak, 3 ta kompyuter bittagina ofisni o'zida shu narsani qilsak bo'ladi. Mana shu ham bilan. Endi lekin ofisimiz yanada kengaydi. Ofisimiz yanada kengaydi. 10 ta kompyuter yo 20 ta kompyuter. Endi nima qilamiz? 10-20 ta kompyuter bo'lgandan keyin u masalan bitta joyda ma'lumot kelib turibdi va hammasini chiqarganda bir vaqtda chiqarib, keyin qaysiga bordi, keyin qolgani yo'q bo'lib ketadi, yana qaytib kelib, yana ma'lumot jo'nat, yana qaytib kel, qabul qil, o'rtada mana bu yuklama ko'payib ketadi va natijada ma'lumotlar kechikishni boshlaydi. Ma'lumotlar kechikishda bu tezlik pasayadi degani. Tezlik past. Tezlik past esa kutolmaydi. Vaqt ham yo'q. Shuni hisobiga tezlikni to'g'ri qilish maqsadida keyingi qurilmamizni qo'yamiz. Xo'p, kompyuter shu vazifalarni bajarayotdi bo'lsa, aslida keyin o'rtaga bridge va switch qurilmasini qo'yadigan bo'ldi. Bridge ham, switch ham bu haqda o'rtacha tanishib o'tgandik. Mana bu demak, mana bu qurilmamiz. Mana shu qurilmamiz switch qurilmamiz. Bu switch qurilmamiz unmanaged, ya'ni sozlab bo'lmaydi. Nastroyka qilib bo'lmaydi. Buni o'zida funksiyalar kiritilgan, ya'ni bu nima qila oladi? Xo'p, kelgan ma'lumotni och. Mana shu kabeldan o'tadi. Shu kabel bilan keldi, mana bitta qarang, mana bu yerda bitta ma'lumot keldi. Mana shu kabelimizdan ikkinchisidan chiqib ketadi. Xo'p, bu switchimiz mana bunimiz o'ylamasdan tarqatib yuboraveradi va bunimiz esa kirib keldi ma'lumot. O'ylaydi. Nima ma'lumot bor, qanday jo'natadi? U qanday o'ylaydi? Mana bu yerda ikkinchi qatlamdagi ma'lumotni o'qish. Ikkinchi qatlamda nima ma'lumot o'qiydi desangiz, MAC adres. MAC adres haqida biroz tushuncha berganmiz oldingi darslarimizda, ko'rib o'tsangiz bo'ladi. MAC adresni o'qiydi. Va o'sha demak, jo'natuvchini MAC adresi kiritilgan bo'ladi paketda. Frame'da. Frame deymiz. Frame ichida MAC adres ko'rsatilgan bo'ladi. Shunday MAC adresi bo'ladida, demak, o'sha MAC adresiga jo'natadi. Demak, mana bu yerda e'tibor bering. Mana kabelimiz ulanib turibdi. Xo'sh, bu keldi. Qaysiga jo'nataman? Bu yerda 14 ta, 15 ta port mana bundan keldi. Mana bunga jo'natadi. Nimaga? Chunki mana bundagi ulangan qurilmani MAC adresi boshqa. Bundagi ulangan qurilmani MAC adresi boshqa. Yo'q, bularga jo'natmaydi. Bitta demak, mana bunga jo'natadi. Keyin qurilma ikkinchi qabul qiluvchi qurilma qabul qilib oladi. Bu to'g'ri, zo'r bo'ldi deydi, ya'ni to'g'ri jo'natdik deydi. Keyin session paynaga uchinchi tepadagi qatlam bordi-ku, tepada mana bu session qatlami bor. Aloqa borligini nazorat qiladi. Bu session qatlami shunday ishlaydi-da, bo'ldi o'zaro ma'lumot uzatadi. Ya'ni qanaqa trafik kelsa, o'sha trafik, ya'ni bitta muddatingiz 100 ga bo'lib yuborilgan bo'lsa, bitta paket o'tdi, yana 99 tasi o'tishi kerak. 99 ta shunday bilan aylanib o'tib boraveradi. Bundan kirib keladi, chiqib ketaveradi. Mana bu portlarga hech qanday ma'lumot jo'natmay, bu portlar ochiq va ishlashga tayyor bo'lib turadi. Endi bu portni masalan mana bu kabeldan bu kabelga, bu portdagi qabul qiluvchiga jo'natilsa, shunday kelib bunga o'tib ketadi. Endi bo'lib bo'sh turadi. Va mana shu vazifani demak smart switchimiz, aqlli switchimiz shu vazifani bajaradi. Xo'p, shu edi. Xo'p, keyingisi
birinchi ham shu. Buni ham tushuntirib o'tgandim. Endi yana bitta o'ylab yana nimadir qo'shishdi. Bor, endi keling shuni boshqarishni o'rganaylik. Bajarishni va mana bu qurilmamiz. Shu qurilmamizni sal aqllisi yaxshiroq. Nima yaxshiroq vazifa bajaradi? Bu switch bo'lsa, boshqarib bo'lmaydigan switch bo'lsa, bu boshqarib bo'ladigan switch. Ya'ni MAC adreslarni topib, ularni filtrlab, bloklab, yana qo'shimcha funksiyalarni qilish mumkin. Va buni mana oldingi darsimizda ko'rsatib o'tganman. Ichida kirib, nimalar qilingani, yana qanday boshqarilishini mana bu ko'rsatib o'tganman. Ya'ni tushunarli? Ha. Umuman o'ylamaydi, ma'lumot jo'natadi. Switch. Demak, ma'lumotni kerakli MAC adresga qaratib yuboradi va MAC adreslari bilan ishlaydi. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, ikkinchi qatlamda ishlaydi va ikkinchi qatlam install layer va layer 2 deyiladi. Layer 2 qatlamda ishlovchi qurilmalarimiz bu bridge va switch ekan. Layer 3, ya'ni layer 3 da, 3-qatlamda ishlaydigan qurilmalarimiz esa bu rotorlar. Bu nima vazifani beradi? Masalan, ofisda bir 200 ta xodim bor. 4 qavatli bino. 4 qavatli binoda hammasini o'zaro bog'lab, nimalardir qilsangiz, mana switchlar bilan qilishingiz mumkin. Muammo yo'q. Cho'tka ishlayapti. Har xil usullar bilan. Endi umuman boshqa zaniyadagi qurilmalarga, boshqa zaniyadagi yana 200 tali odam bilan o'zaro bog'lashingiz kerak. U bog'laganingizda ularni IP adreslari, ularni tarmog'i umuman alohida bo'ladi. Masalan, deylik, sizniki birli tarmoqda bo'lsa, ular 7li tarmoqda bo'ladi. Alohida. Alohida bo'lganlik bir-biri bilan bog'lanishni esa, demak, router bajarib beradi. Router esa IP adreslar bilan ishlaydi. Demak, tushunarli, IP adres bilan ishlovchi qurilma bu routerlar, MAC adreslar bilan ishlovchi qurilmalar bu esa switch, bridge qurilmalarimiz. Вообще hech qaysi e'tibor bermaydigan, faqat 0 va 1 signal bor yo yo'qni, shunday kelgan narsani shunday uzatib yuborar ekanlar. Bu hub va repeterlar qurilmalari ekan. Endi yanada o'ylab ko'rishdim. Mana shu switch bilan, mana bu aqlli switch bilan mana bu routerni birlashtirib, mana bu yerda multi-layer, ya'ni ko'p qatlamli switch yaratildi. Ko'p qatlamli switchimiz ham bu switchlarimiz bor. Bunday switchlarimiz ham switch vazifasini bajarib beradi, ham router vazifasini bajarib bera olgani uchun ko'p qatlamli switch deyiladi. Shunaqa qurilmamiz bor, routerlarimiz bor. Xo'p, tushunarli. Mana endi modeldagi ishlanishini ko'rdingiz. Endi vaziyatga qarabda chiqib ketyapti. Kichkina 4-5 ta bo'lsa hub ishlatildi. Bog'lanishda 10 ta 20 ta bo'ldi, iloji yo'q. Switch ishlatildi. Keyin 30 ta 40 ta bo'ldi. Switch aqllisi ishlatildi. Ya'ni foydalanuvchilar aqllisi ishlatildi. Keyin alohida zonaga, ya'ni boshqa umuman juda uzoqdagi alohida tarmoq bilan bog'lanish kerak bo'ldi. Router ishlatildi. Router ya'ni yo'lda topib beruvchi. Chunki bularda yo'lda topish shart emas, o'zi bir-biri bilan aloqa qilib turgan bo'ladi. Router esa umuman uzoqdagi narsa bilan aloqa qilish bildiradi. Keyin tarmoq juda kattalashib ketgani uchun ko'p qatlamli switchlar o'rtaga qo'yildi. Endi TCP UDP qatlamiga, ya'ni 4-qatlamga keladigan bo'lsak, bu kompyuterda o'zida operatsion sistema va bilasizlar, protsessor bor, kompyuterda a'zo bor, ular ma'lumotni qayta ishlash fizik qatlam hisoblanadi. Ya'ni buning uchun kompyuterning o'zini qismi, tushunarli, o'zini kompyuterning texnik qismi mana shu TCP UDP bilan ishlaydi. Va applicationda esa, demak programmani ishlaydi. Masalan, siz Word fayl jo'natdingiz, o'sha Microsoft Office ishlayaptimi? Demak, application. Yoki siz VPS Office ishlatdingiz yoki Adobe Reader programmasini ishlatsangiz, shu programmalar demak ma'lumotlarni o'qishga yoki Telegram shu
ma'lumot o'quvchi, shu vazifani bajaruvchi demak qatlamlar ekan. Xo'p, jarayon tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi darslarda o'tib boraveramiz. Hozir yana bir narsani e'tibor berishimiz kerak. Encapsulation va decapsulationga o'tamiz. Ya'ni encapsulation siqib boradi, decapsulation shuni qaytarib ochib boradi. Va uni keyingi darsimizda ko'ramiz.